Pastga tushsam bo'yim kichkina bo'lib qolar ekan. Kayfiyat qiling. Zo'r. Qaqa bu milliy kiyim olib qizlar. Universitetimizda bayram bo'layotgandi. Osh nimasi? Chempionati bo'lyapti, ana shunaqa. Siz nima qilyapsiz u yoqda ovqat? Mana ovqat qilaman-da, ana shunga milliy kiyim kiyib ketaman. To'g'risini ayting, odam soniga olishdan sizni. Yo'q, nima? Siz birinchi marta qilgan oshingizni eslay olasizmi? Ha, eslaolaman. Necha yoshingizda? 9-sinfligimda qilganman. Ha, kimlar yegan uni? Uydaglarim? Больница, Yo'q. отравление. Yo'q, hammasi sog'. Akos degan. Ismingiz nima? Guli. Mana Guli, siz meni yaqinlaringiz ko'rib turgansiz. Avvalo mana salom yo'llab oling. Hozir marhamat mana. Assalomu alaykum, qalaysizlar? Kimlarga rahmat deysiz bugun? Turda ko'rasizlar. Birinchisi sizga pul berayotganlarga. Dadamga. Ayting, menga pul berayotgan. Dadamga pul berganingiz uchun rahmat. Endi oyingizga, erga bermaganingizga rahmat. Oyimga, erga bermaganingizga rahmat. Lekin keyingi yil berar ekanlar. Keyingi yil ham bermaydi. Eshitdimmi? Yo'q. Yo'q, Mana bilmayman. oilada nechta farzandsiz? 6 tamiz. 3 ta qiz, 3 ta o'g'il. Nechta? 6 ta? Bormi hali ham unaqa oilalar, hozir? Ha, bor. Siz nechinchisi? Ikkinchisimi? O'g'il bola ukangiz urganmisiz? Ha, o'rganman. Qaysi birini? Hoji Akbar deganni Nimaga urasiz shuni? aytganmi, qilmaydi-da. Kechirim so'rang shundan. Kechiraman, Bu zo'r ekan, o'zi urib kechirar ekan. Kechir Hoji Akbar meni. Sen urganim uchun. Ayibsiz urganim uchun deng. Aybsiz urganim. Sababsiz urgan. Qanday? Sababsiz urmaganman. Nima sabab? Shuni ayting mana, sababini ahvolini qarang. Qani qilmagansan-da, shu urganman. Hoji Akbar duo qilib turing, bu yil erga beram qutulasiz, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bunchalar zo'rsan.